Xorazm o'zgaradi. Prezident tashrifi ortidan ichki rejalar belgilandi. Eng muhim xabarlar qisqa talqinda. Tuproq qaladagi Damas zavodida bozordagi talaba ega bo'lgan 7 o'rinli va Euro 5 standartiga mos arzon avtomobil ishlab chiqarish yo'lga qo'yiladi. Xiva shahridagi barcha davlat tashkilotlari Angalik mahallasidagi bo'sh maydonda ma'muriy binolar qurilib, shu yerga ko'chiriladi. Qo'shko'pirdagi 175 gektarda O'zbekiston-Xitoy texnoparki tashkil qilinadi. Avstriyaning Bayer kompaniyasi bilan Xorazmda 7,5 ming gektarda yomg'irlab sug'orish texnologiyasi joriy qilinadi. Tuproq qalada 10 milliard dollarlik gaz kimyo majmuasini qurishni birinchi bosqichi boshlanadi. Hazorasdagi 10 gektarda kimyo texnoparki tashkil etiladi va u yerda polimer mahsuloti ishlab chiqarish bo'yicha 100 million dollarlik loyihalar bo'ladi. Urganch Gurlan Mang'it yo'lini rekonstruksiya qilish bo'yicha Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki bilan muzokaralar o'tkaziladi. 10 ta tumanni o'zaro bog'lovchi ichki yo'llarni ta'minlash uchun Osiyo infratuzilma va investitsiya bankidan 75 million dollar jalb qilinadi. Toshkent Urganch yo'nalishida bir hafta oldin chipta qolmasligi va narx qimmatligi aytildi. Shu sababli Toshkentdan Urganchga qatnovlarni 2 karra oshirish topshirildi. Urganch aeroporti milliy me'morchilik an'analariga mos holda rekonstruksiya qilinadi. Yangi o'quv yilidan Xorazmdagi transport va servis texnikumlarida Koreya tajribasi asosida kadrlar tayyorlash yo'lga qo'yiladi. Bag'at, Gurlan, Xanqa, Yangibozor, Hazaras va Urganch tumanida 49 ta mahalla infratuzilmasini yaxshilashga xalqaro moliya tashkilotlaridan 65 million dollar jalb qilinadi. Xorazm hujumini ko'paytirish muhimligi ta'kidlandi. Mahalla, ko'cha, dala cheti, yo'l bo'ylari, kanal va kollektor atrofida 10 million top hujum ekish bo'yicha 3 yillik dastur qilinadi va Berlada tut va jiyda ham ko'paytiriladi. Xullas, Xorazmda katta o'zgarishlar boshlandi. Yakuniy natijani xalq aytadi. Vaqt esa baho beradi.